Bugunchi bizada qonli battle bor. Kim obzori zo'r chiqadi, o'zingiz ko'rib baho berasiz. Nima deyishing? Kim yutadi? Shubhasiz bilan brat o'qildi. Buni video davomida ko'raverasiz. Dodam, o'zingiz bilasiz, men yoraveraman har doimgi. Tuxumni sarg'ayib yoraveraman. Dodam, BD800 generatorini ko'rganmiz, shunaqa kattasi. Mana bunisini qarangsiz, mejigarlariga jon bor, kaltlariga jon bor. Kaltni shundoq tiqasiz, zavat qilib yuraverasiz. Pultlarni uyda o'tirib olib, televizor ko'rib olib, bosib o'tiraverasiz. Bu ko'rsangiz bo'ladi, buni har xil narsalari bor. Ochiladi mana. Motorchalari bor. Undan tashqari mana bu funksiyalar o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Kimga kerak mana shunaqa odam uyingizni bekitib qo'ygan pulingiz bor-ku, o'shanda shundoq oling-da, bitta mana shu Gidrox GD800 ni olib oling. Brat o'qildi. Bugun Gidrox brendimizdagi GD8000 modeli dvijokimiz haqida tushuntirib o'taman. Ushbu dvijokimiz polniy motor qismi shumizatsiya qilingan bo'ladi. Xonadonda, uylarda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ovozi past. Zavat bo'lishini qulayligini ko'ring. Jigarda xolislikli kalitni, xolislikli to'xta bolalarni mejigarda zavat qilib ishlataverasiz. Bir men bo'laman, ikki siz bo'lasiz. Bu yog'ini videoni obzori kim zo'r chiqsa kommentariyada yozib qoldiringlar, videoni tez tarqatib qo'yinglar.